Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar va kanalimiz a'zolari. Bugungi videomiz nafaqaxo'rlarimiz uchun o'ta muhim bir mavzuga bag'ishlangan. Bu sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladigan o'zgarishlar haqida. Siz ham o'zingiz yoki yaqinlaringizning pensiya ta'minoti, ijtimoiy imtiyozlari va qo'shimcha to'lovlari kelajagi haqida qayg'uryapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Chunki biz bugun nafaqaxo'rlar uchun jiddiy cheklovlar, ba'zi imtiyozlarning bekor bo'lishi yoki o'zgarishi, shuningdek pensiyaning o'ziga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yangi qoidalar haqida batafsil gaplashamiz. Bu ma'lumotlar hayotingizning muhim bir qismiga daxldor. Shuning uchun diqqat bilan tinglang. Agar siz pensiya yoshida bo'lsangiz yoki ota-onangiz, bobo-buvalaringizga g'amxo'rlik qilsangiz, bu bilimlarga ega bo'lish sizga juda asqotadi. Bu xabarlar sizni hayratda qoldirishi, ba'zida esa xavotirga solishi mumkin. Lekin maqsadimiz sizni ogohlantirish va to'g'ri yo'l ko'rsatishdir. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga siz uchun yanada ko'proq foydali ma'lumotlar tayyorlashga yordam beradi. Keling, muammoning mohiyatiga chuqurroq kirib boraylik. Ilgari nafaqaxo'rlarimiz ko'pincha o'z pensiyalaridan tashqari qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lganlarda ham deyarli hech qanday muammosiz barcha ijtimoiy imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlarni olishda davom etishardi. Ko'p hollarda bu daromadlar qonuniy ravishda ro'yxatdan o'tkazilmagan bo'lsa ham hech kim buni tekshirib o'tirmasdi. Masalan, kvartira ijaraga berishdan olingan pul, g'ayrioddiy ishdan olingan daromad, farzandlardan muntazam pul o'tkazmalari yoki hatto bank depozitlaridan olingan foizlar ham ijtimoiy himoya tizimi tomonidan to'liq hisobga olinmas edi. Pensiya jamg'armasi va boshqa ijtimoiy ta'minot organlari faqat rasmiy ish stajini va rasmiy maoshni inobatga olgan holda pensiya miqdorini belgilagan va qo'shimcha imtiyozlar bergan. Ko'pchilik uchun bu juda qulay edi. Chunki qo'shimcha moddiy yordamga muhtoj bo'lmagan shaxslar ham ba'zi yordamlarni olishlari mumkin edi. Bunday holatda davlat xarajatlari ortib borar, yordam esa uni eng ko'p talab qiladiganlarga to'liq yetib bormasdi. Ammo endi vaziyat tubdan o'zgardi va o'zgarishlar davom etmoqda. Hukumat ijtimoiy himoya tizimini yanada adolatli va samarali qilishga intilmoqda. Asosiy maqsad yordamni chinakamiga muhtoj bo'lganlarga yo'naltirish. Shuning uchun endilikda nafaqaxo'rning yoki uning oilasining umumiy daromadi, jumladan norasmiy daromad manbalari va hatto ba'zi turdagi mulklar ham diqqat bilan o'rganiladigan bo'ldi. Bu degani, agar sizda pensiyadan tashqari boshqa daromad manbalari mavjud bo'lsa, bu sizning ba'zi ijtimoiy imtiyozlaringiz, qo'shimcha to'lovlaringiz yoki hatto ma'lum bir miqdordagi pensiyangizni olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni ilgari erkin bo'lgan ba'zi narsalar endi ma'lum shartlar ostida taqiqlanadi yoki cheklanadi. Misol uchun, ma'lum bir daromad chegarasidan oshgan nafaqaxo'rlar endi subsidiya yoki ma'lum turdagi moddiy yordam olish huquqini yo'qotishi mumkin. Bu pensiya ta'minotiga nisbatan yangi yondashuvni anglatadi. Endi nafaqaxo'rning ijtimoiy iqtisodiy holati to'liq baholanadi. Shunda davlat yordami eng zaif qatlamlarga qaratiladi. Bu tizimni shaffoflashtirish va moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish uchun zaruriy qadamdir. Keling, endi bu o'zgarishlarning batafsil tafsilotlarga o'tamiz. Aynan nimani bilishingiz kerak, kimlar xavotir olishi kerak va kimlarning xavotirlanishiga hojat yo'q. Avvalo siz bilishingiz kerakki, endilikda pensiyadan tashqari har qanday qo'shimcha daromad manbai diqqat markazida bo'ladi. Bu faqatgina rasmiy ish joyidan olingan daromad bilan cheklanmaydi. U qanday daromadlar bo'lishi mumkin? 1. Uy-joy yoki boshqa ko'chmas mulkni ijaraga berishdan olingan daromad. Agar sizning nomingizda bir nechta kvartira yoki uy bo'lsa va siz ularni ijaraga berib pul topsangiz, bu daromadlar endi pensiya hisob-kitoblarida va ijtimoiy imtiyozlarni berishda inobatga olinadi. 2. Bank depozitlaridan olingan foizlar. Agar sizda bankda katta miqdorda pul jamg'armasi bo'lsa va bu jamg'armalardan muntazam ravishda foiz daromadi olsangiz, bu ham umumiy daromad deb hisoblanadi. Norasmiy bandlikdan olingan daromad. Masalan, repetitorlik, xususiy xizmatlar ko'rsatish, kichik hunarmandchilik yoki dehqonchilikdan olingan, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan daromadlar ham tekshiruvlarga uchraydi. 4. O'z-o'zini band qilishdan olingan daromad. Agar siz o'z-o'zini band qilish tizimi orqali ishlagan bo'lsangiz va bu daromadlaringiz ma'lum bir chegaradan oshsa, bu ham muhim omil bo'lishi mumkin. 5. Farzandlar yoki boshqa qarindoshlardan muntazam olinadigan pul o'tkazmalari.
Agar sizga muntazam ravishda, ya'ni har oyda yoki har chorakda ma'lum miqdorda pul o'tkazmalari kelib tursa va ularning miqdori sezilarli bo'lsa, bu ham umumiy daromad tarkibiga kiritilishi mumkin. Bu yerda asosiy e'tibor muntazamlik va miqdoriga qaratiladi. Bir martalik sovg'alar yoki favqulodda yordamlar odatda bu toifaga kirmaydi. Ammo bu borada aniq qoidalar mavjud. Xo'sh, kimlar aynan xavotir olishi kerak? Asosan quyidagi toifadagi nafaqaxo'rlar o'z daromad manbalarini qayta ko'rib chiqishlari va tegishli choralar ko'rishlari lozim. Bir nechta uy-joyga ega bo'lib, ularni ijaraga berishdan muntazam daromad oladiganlar. Bankda katta miqdorda jamg'armalarga ega bo'lib, ulardan yuqori foiz daromadi oladiganlar. Rasmiy pensiyadan tashqari norasmiy tarzda ishlashdan sezilarli daromadga ega bo'lganlar. Farzandlardan yoki boshqa yaqinlardan muntazam va katta miqdorda moliyaviy yordam oladiganlar. O'z nomida qimmatbaho mulklar, masalan, ikkinchi avtomobil, qimmatbaho zargarlik buyumlari bo'lib, ular ham moliyaviy holatni baholashda hisobga olinishi mumkin bo'lganlar. Kimlarning xavotirlanishiga hojat yo'q. Agar sizning yagona daromad manbaingiz bu pensiyangiz bo'lsa, bankda sezilarli jamg'armalaringiz bo'lmasa, nomingizda faqat birgina yashash uchun mo'ljallangan uy-joy bo'lsa va farzandlaringizdan muntazam katta miqdorda pul o'tkazmalari olmasangiz, demak sizning holatingizda katta o'zgarishlar bo'lishi ehtimoli juda kam. Siz davlat tomonidan beriladigan imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlarni olishda davom etasiz. Chunki siz chinakamiga yordamga muhtoj toifaga kirasiz. Bu shuni anglatadiki, sizning moliyaviy holatingizni baholashda hech qanday qayta baholash yoki qayta ko'rib chiqish jarayoniga duch kelmaysiz. Keling, ushbu o'zgarishlarni tushunish uchun bir nechta aniq hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Misol 1. Maryam opaning pensiyasi va bank depoziti. Maryam opa 70 yoshda. Uning pensiyasi har oyda 1.500.000 so'm. O'g'li chet elda ishlaydi va Maryam opaning bank hisobiga 100 million so'm jamg'arma qo'yib bergan. Bu depozitdan Maryam opa har oyda taxminan 1.200.000 so'm foiz daromadi oladi. Ilgari bu foizlar deyarli hisobga olinmas edi va Maryam opa yashash uchun subsidiya, masalan, kommunal to'lovlar uchun yoki boshqa ijtimoiy yordamlarni bemalol olaverardi. Yangi qoidalarga ko'ra esa uning umumiy oylik daromadi pensiyasi 1.500 million so'm va depozit foizlari 1.200.000 so'm yig'indisidan iborat bo'lib, bu 2.700.000 so'mni tashkil etadi. Agar mahalliy yoki respublika miqyosida belgilangan har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha daromad chegarasi masalan 2.200.000 so'm deb belgilangan bo'lsa, Maryam opaning daromadi bu chegaradan oshib ketadi. Natijada u ilgari olib kelgan kommunal to'lovlar uchun subsidiyani endi olish huquqini yo'qotadi. Bu shuni anglatadiki, unga avval berilgan subsidiya endi taqiqlanadi. Ya'ni bu imtiyoz unga berilmaydi. Bu esa Maryam opaning oylik xarajatlarini sezilarli darajada oshiradi. Misol 2. Ahmad boboning uy ijarasi daromadi. Ahmad bobo 75 yoshda, nafaqada. Uning pensiyasi 1.800.000 so'm. Bundan tashqari, uning shahar markazida kichik bir kvartirasi bor va u bu kvartirani talabalarga ijaraga beradi. Har oyda 2.500.000 so'm ijara haqi oladi. Bu daromadni ilgari rasmiy ro'yxatdan o'tkazmagan va soliq to'lamagan. Yangi tizimda MFI, mahalla fuqarolar yig'ini yoki pensiya jamg'armasi xodimlari Ahmad boboning mulkiy holatini o'rganishganda ushbu qo'shimcha daromad manbaini aniqlashlari mumkin. Agar aniqlasa, uning umumiy daromadi 800.000 pensiya plus 2.500.000 ijara 400.000 so'mga yetadi. Ahmad bobo masalan ijtimoiy himoya kartasi orqali bepul dori-darmon yoki oziq-ovqat mahsulotlari uchun yordam olish huquqiga ega edi. Ammo hozirgi holatda uning daromadi belgilangan chegaradan ancha oshganligi sababli bu turdagi ijtimoiy yordamlar unga taqiqlanadi. Bundan tashqari, agar u ijaradan olingan daromadni yashirganligi ma'lum bo'lsa, unga jarima ham solinishi mumkin. Misol uchun, Fotima xolaning farzandlaridan oladigan muntazam pul o'tkazmalari. Fotima xola 68 yoshda. Uning pensiyasi 1.600.000 so'm. Uning 2 farzandi har oyda birgalikda 1 million so'm miqdorida onalarga pul yuborishadi. Bu pul ilgari shunchaki oilaviy yordam sifatida qabul qilinardi va hech qanday rasmiy daromad sifatida hisoblanmasdi. Hozirgi kunda agar bu pul o'tkazmalari muntazam va bank orqali amalga oshirilgan bo'lsa, bu ham Fotima xolaning umumiy oylik daromadiga qo'shilishi mumkin. Ya'ni uning daromadi 1.600.000 pensiya, 1.000
farzandlar yordami 2600 ming so'mni tashkil etadi. Agar ukam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa va bola puli yoki moddiy yordam olsa, endilikda uning daromadi oila a'zosi boshiga to'g'ri keladigan o'rtacha daromad me'yordan oshib ketganligi sababli bu yordam turlari unga taqiqlanishi mumkin. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, nafaqaxo'rlarimiz o'z moliyaviy ahvolini diqqat bilan ko'rib chiqishlari va yangi qoidalarga muvofiq harakat qilishlari shart. Aks holda kutilmagan moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishlari yoki muhim imtiyozlardan mahrum bo'lishlari mumkin. Endi esa ushbu yangi qoidalardagi istisnolar, yashirin tuzoqlar va noaniq jihatlar haqida gaplashaylik. Har bir qoida o'z istisnosiga ega bo'lganidek, bu yerda ham ba'zi muhim nuanslar mavjud. Istisnolar har qanday qo'shimcha daromad ham ijtimoiy yordamni hisoblashda inobatga olinmaydi. Quyidagi daromad turlari odatda hisobga olinmaydi. Bir martalik sovg'alar va favqulodda yordamlar, masalan tug'ilgan kun, to'y yoki boshqa muhim sana munosabati bilan yaqin qarindoshlardan olingan bir martalik moddiy yordam yoki pul o'tkazmalari. Bu pul o'tkazmalari muntazam bo'lmagani uchun daromad sifatida baholanmaydi. 2. Tibbiy xizmatlar uchun kompensatsiyalar. Agar siz tibbiy sug'urta yoki boshqa davlat dasturlari orqali davolanish xarajatlaringiz uchun kompensatsiya olsangiz, bu ham daromad hisoblanmaydi. Bu shunchaki xarajatlarning qoplanishi hisoblanadi. 30. Imtiyozli shaxslarga beriladigan ba'zi turdagi nafaqalar. Masalan, 2-jahon urushi qatnashchilari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar yoki boshqa shu kabi alohida toifadagi shaxslarga beriladigan ba'zi maxsus nafaqalar yoki qo'shimcha to'lovlar umumiy daromadga qo'shilmasligi mumkin. Lekin bu borada har bir viloyatda o'ziga xos me'yorlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun joriy ijarada bo'lmagan mulklar, agar sizning nomingizda ikkinchi uy yoki kvartira bo'lsa-yu, lekin u hozircha ijaraga berilmagan bo'lsa va undan daromad olinmayotgan bo'lsa, bu holatda ushbu mulk daromad sifatida baholanmaydi. Biroq bu mulkning borligi oilaning moliyaviy holatini baholashda bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki u sizning moliyaviy barqarorligingizdan dalolat beradi. Yashirin tuzoqlar va noaniq jihatlar iring. Yashirilgan daromadlar uchun javobgarlik. Agar siz qo'shimcha daromad manbalarini yoki mulkingizni qasddan yashirsangiz va bu keyinchalik aniqlansa, jiddiy oqibatlarga duch kelishingiz mumkin. Bu nafaqat imtiyozlarni yo'qotishga olib keladi, balki sizdan noqonuniy olingan ijtimoiy yordam miqdorini qaytarishni talab qilishlari, shuningdek jarimalar qo'llanilishi mumkin. Hatto ayrim hollarda jinoiy javobgarlikka tortish masalasi ham ko'rib chiqilishi mumkin. Davlat organlari bank hisob varaqlaridagi harakatlar, ko'chmas mulk reyestrlari va boshqa ma'lumotlar bazalarini taqqoslash orqali ma'lumotlarni aniqlay oladi. 2. Qog'ozdagi daromad va real naqd pul oqimi. Ba'zida mulk egaligi bir kishining nomida bo'ladi, lekin undan olingan daromad butun oila a'zolari o'rtasida taqsimlanadi. Masalan, boboning nomida bo'lgan yer uchastkasidan olingan hosil butun oila tomonidan sotiladi. Lekin daromad faqat boboning rasmiy hisobida aks etishi mumkin. Bunday holatlarda haqiqiy daromad taqsimotini isbotlash qiyin bo'lishi mumkin va butun daromad mulk egasining zimmasiga tushirilishi mumkin. Bu esa uning ijtimoiy yordam olish huquqiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uchun oilaviy tarkibning o'zgarishi, agar pensiya yoshidagi shaxs bilan birga yashayotgan oila a'zolarining tarkibi o'zgarsa, masalan, ishlaydigan farzandlar uyga qaytib kelsa yoki aksincha, uydan ketsa, bu butun oilaning jon boshiga to'g'ri keladigan o'rtacha daromadiga ta'sir qiladi. Hatto bir kishi qo'shilishi yoki chiqishi ham ijtimoiy yordam olish huquqingizni o'zgartirishi mumkin. Emek xodimlari buni muntazam ravishda tekshirib turishadi. 4. O'rtacha jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni hisoblash metodikasi. Bu eng murakkab va ko'pincha tushunarsiz jihatlardan biridir. Daromad faqat pensiya oluvchining o'ziniki emas, balki u bilan birga yashovchi barcha oila a'zolarining umumiy daromadlari yig'indisi hisoblanadi va keyin oila a'zolarining soniga bo'linadi. Bu raqam belgilangan me'yordan oshib ketmasa ijtimoiy yordam olish mumkin bo'ladi. Bu hisob kitobda har bir daromad turi qanday inobatga olinishi, qancha muddatlik daromad hisobga olinishi, oxirgi 3, 6 yoki 12 oy kabi jihatlar bor. Bu metodika mutaxassislar tomonidan doimiy ravishda takomillashtirilmoqda. Shuning uchun eng so'nggi ma'lumotlarni aniqlab turish muhimdir. 5. Deklaratsiya qilinadigan daromad va soliqqa tortiladigan daromad o'rtasidagi farq. Barcha deklaratsiya qilinishi shart bo'lgan daromadlar ham
soliqqa tortilishi shart emas. Ba'zi ijtimoiy yordam turlari, masalan, farzandlar tomonidan ota-onalarga beriladigan moddiy yordam soliqqa tortilmasligi mumkin. Ammo bu daromad ijtimoiy yordamni hisoblashda inobatga olinishi mumkin. Bu juda nozik nuqta va ko'pincha chalkashliklarga sabab bo'ladi. Har doim pensiya jamg'armasi yoki amaliy xodimlardan aniq tushuntirish talab qiling. Ushbu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, yangi tizim murakkab va juda ko'p nüanslarga ega. Shuning uchun nafaqaxo'rlarimiz va ularning oila a'zolari ushbu qoidalar va shartlarni diqqat bilan o'rganishlari, shubhali holatlarda mutaxassislardan maslahat olishlari shart. Bilimsizlik yoki beparvolik kelajakda jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Endi esa eng muhim qism amaliy maslahatlar. Sizning moliyaviy holatingiz barqaror bo'lishi va mavjud imtiyozlaringiz saqlanib qolishi uchun nima qilishingiz kerak? Qadam-qadam ko'rsatmalar beraman. Bir barcha daromad manbalaringizni sinchiklab ko'rib chiqing va aniqlang. Pensiyadan tashqari, bank depozitlaridan olinadigan foizlar, uy-joy ijarasidan tushadigan pullar, farzandlardan muntazam keladigan pul o'tkazmalari, norasmiy ishlardan topiladigan daromadlar va boshqa har qanday moddiy tushumlarni ro'yxatga oling. Hatto mayda, bir qarashda ahamiyatsiz tuyulgan daromadlarni ham hisobga oling. Masalan, o'z tomorqangizda yetishtirgan mahsulotlarni sotishdan tushgan pul ham ba'zi hollarda inobatga olinishi mumkin. Bu jarayonni har bir nafaqaxo'rning oila a'zolari bilan birgalikda amalga oshirishi maqsadga muvofiq. Chunki butun oilaning daromadi hisobga olinadi. 2. Ijtimoiy himoya agentliklari yoki huquqshunoslar bilan maslahatlashing. Agar sizda daromad manbalaringiz borasida shubhalar paydo bo'lsa yoki qandaydir noaniq savollar bo'lsa, zudlik bilan mahallangizdagi MFV ga murojaat qiling. Ularning ijtimoiy masalalar bo'yicha mas'ul xodimi sizga birinchi darajali ma'lumotlarni berishi mumkin. Pensiya jamg'armasi bo'limlariga ham murojaat qilib, o'zingizning shaxsiy holatingiz bo'yicha aniq ma'lumotlar olishingiz mumkin. Agar vaziyat murakkabroq bo'lsa yoki sizga huquqiy yordam kerak bo'lsa. Adliya vazirligining hududiy bo'linmalari qo'shidagi bepul yuridik maslahat markazlariga yoki malakali advokatlarga murojaat qiling. Ulardan yangi qonunchilik normalari va sizning vaziyatingizga qanday taalluqligi haqida batafsil ma'lumot oling. 3. Barcha daromadlaringizni aniq va shaffof tarzda e'lon qiling. Bu eng muhim qadam. Agar sizda deklaratsiya qilinishi kerak bo'lgan daromad manbalari mavjud bo'lsa, ularni yashirmang. Rasmiy tarzda ro'yxatdan o'tkazing va tegishli organlarga e'lon qiling. Masalan, agar siz kvartira ijaraga berayotgan bo'lsangiz, ijara shartnomasini rasmiylashtiring va soliq organlariga deklaratsiya topshiring. Agar siz o'z-o'zini band qiluvchi shaxs sifatida faoliyat yuritsangiz, ro'yxatdan o'ting va daromadingizni hisobga oling. Bu nafaqat qonuniy majburiyatingizni bajarish, balki kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiy muammolarning oldini olish uchun ham zarurdir. Ochiqlik va shaffoflik sizni ko'plab bosh og'riqlardan xalos etadi. 4. Barcha hujjatlarni ehtiyotkorlik bilan saqlang. Daromadlaringizni tasdiqlovchi hujjatlarni, bank ko'chirmalari, ijara shartnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, pul o'tkazmalari kvitantsiyalari, soliq deklaratsiyalari muntazam ravishda to'plab, tartibli saqlang. Har qanday tekshiruv yoki so'rov paytida bu hujjatlar sizning foydangizga xizmat qiladi va sizning moliyaviy holatingiz haqida aniq ma'lumot bera oladi. Hujjatlarning yo'qligi yoki tartibsizligi sizning haqingizni isbotlashni qiyinlashtirishi mumkin. 5. Yangi o'rtacha jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni hisoblash metodikasini tushunib oling. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu metodika ijtimoiy yordam olish uchun asosiy mezon hisoblanadi. MF yoki pensiya jamg'armasi xodimlaridan aynan sizning oilangiz uchun ushbu ko'rsatkich qanday hisoblanishi va qanday me'yorlarga mos kelishi kerakligini aniqlashtiring. Har bir oilaning holati individual bo'lgani sababli aniq maslahatlar olish juda muhimdir. Qayerga murojaat qilish kerak? Mahalla fuqarolar yig'inlari MFI. Bu birinchi va asosiy manzil. Ijtimoiy masalalar bo'yicha mutaxassislar sizga umumiy maslahatlar beradi va qanday hujjatlar yig'ish kerakligini aytadi. Pensiya jamg'armasi hududiy bo'linmalari, pensiya ta'minoti va unga bog'liq bo'lgan barcha masalalar. Shuningdek, qo'shimcha daromadlarning pensiya miqdoriga ta'sir haqida aniq ma'lumotlarni aynan shu yerda olishingiz mumkin. Xalq banki filiallari. Agar sizning pensiyangiz Xalq banki orqali berilsa yoki bankda depozitlaringiz bo'lsa, u yerda moliyaviy operatsiyalar va daromadlar haqida ko'chirmalar olishingiz mumkin.
Adliya vazirligining hududiy bo'linmalari yoki davlat xizmatlari markazlari. Agar huquqiy maslahat kerak bo'lsa, sizga bepul yuridik yordam ko'rsatishlari mumkin. Qanday hujjatlar to'plash kerak? Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma MFI dan olinadi. Barcha daromad manbalari to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ish joyidan, bankdan ijara shartnomalari, soliq deklaratsiyalari, bank hisobvaragidan ko'chirmalar, oxirgi 6 yoki 12 oy davomidagi harakatlar, ko'chmas mulkka egaligi to'g'risidagi hujjatlar, kadastr hujjatlari. Agar mavjud bo'lsa, imtiyozlarni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, nogironlik guvohnomasi va haq qanday yozish kerak? Ariza yozishda aniq va tushunarli bo'ling. Sizning holatingizni batafsil bayon eting. Agar sizga ijtimoiy yordam berish rad etilgan bo'lsa va siz bu qarorni noto'g'ri deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organlarga shikoyat arizasi yozish huquqiga egasiz. Arizada rad etish sababini, sizning argumentlaringizni va tegishli hujjatlarga havollarni ko'rsating. Shikoyat arizasining namunasini MFI yoki pensiya jamg'armasi xodimlaridan so'rashingiz mumkin. Aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, nafaqaxo'rlarimiz uchun moliyaviy va ijtimoiy ta'minot tizimida jiddiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Bu o'zgarishlar sizning hayotingizga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun ularni bilish va to'g'ri harakat qilish juda muhim. Unutmang, bilimsizlik qonun oldida bahona bo'la olmaydi. O'zingizni va yaqinlaringizni moliyaviy muammolardan himoya qilish uchun hozirdayoq choralar ko'rishni boshlang. Barcha daromad manbalaringizni shaffoflashtiring. Barcha hujjatlarni tartibga soling va har qanday shubhali holatlarda mutaxassislarga murojaat qilishdan tortinmang. Bu ma'lumotlar sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Fikrlaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqalarga ham yordam beradi. Chunki sizning tajribangiz va savollaringiz boshqa tomoshabinlar uchun ham dolzarb bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni tayyorlashda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.